Bu qanaqa joy ekan deb o'ylayotgan bo'lsanglar, siz u biz yashayotgan uylarni pishgan g'ishti aynan mana shu yerda pishiriladi. Ya'ni pishgan g'isht so'zidagi pishgan so'zi aynan mana shu binoda pishiriladi. Ya'ni biz 12 gektarli g'isht zavodiga kelganmiz. Kuniga 35 mingdan 40 mingtagacha g'isht chiqaradigan, ya'ni biznes qilaman desanglar ham zo'r variant. Kuniga 35 mingta g'isht bu taxminan kunlik 40 million so'm daromad degani. Mana shu biznesga qiziqadiganlar uchun lokatsiyasini tushuntiraman. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Sohibkor mahallasiga kelganmiz. Rohat klubidan 20 km o'tganimiz edi. Lokatsiyani bitta o'zingizlar ko'ringlar. Aylanasiga ham qir adirlar, yam-yashil zeleniy zonalar, xullas piknik qilishga ham juda ham zo'r joy. Zavodimizning huddini tushuntiradigan bo'lsam, kadastr bo'yicha 2 gektar qurilish maydoni, 10 gektar zaxvat joy deyishyapti. Pastki taraflarga kirib kelish hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Suv, svet, gaz bor deyishyapti. Ishchilarning xonasini ham ko'rishimiz mumkin. Oshxona, sanuzorlarga ham ega bo'ladi. Endi bu joylarni tushuntirib beradigan bo'lsam, hozirgi pechni ko'rdinglar, g'isht mana shu yerda pishiriladi. 2012-yilda qurilgan ekan. Bu yoq binoyimizda bo'lsa, g'ishtni sushka qiladigan joy. G'ishtlar shu yerdan xom holatda chiqib, sushka qilinadi, keyin pechga olib kiriladi. Atrofda 10 gektarli zaxvat joyi ko'rishimiz mumkin. Ya'ni turpoqdan, resursdan muammo bo'lmaydi. Kamida 100 yilgacha bemalol sizlarga yetishi mumkin. Ushbu zavodimizning narxini 900 ming dollar deyishyapti. Hali kelishiladigan joyi bor. Pastda egalarining nomerini qoldiraman. Bu qanaqa joy ekan deb o'ylayotgan bo'lsanglar, siz u biz yashayotgan uylarni pishgan g'ishti aynan mana shu yerda pishiriladi. Ya'ni pishgan g'isht so'zidagi pishgan so'zi aynan mana shu binoda pishiriladi. Ya'ni biz 12 gektarli g'isht zavodiga kelganmiz. Kuniga 35 mingdan 40 mingtagacha g'isht chiqaradigan, ya'ni biznes qilaman desanglar ham zo'r variant. Kuniga 35 mingta g'isht bu taxminan kunlik 40 million so'm daromad degani. Mana shu biznesga qiziqadiganlar uchun lokatsiyasini tushuntiraman. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Sohibkor mahallasiga kelganmiz. Rohat klubidan 20 km o'tganimiz edi. Lokatsiyani bitta o'zingizlar ko'ringlar. Aylanasiga ham qir adirlar, yam-yashil zeleniy zonalar, xullas piknik qilishga ham juda ham zo'r joy. Zavodimizning huddini tushuntiradigan bo'lsam, kadastr bo'yicha 2 gektar qurilish maydoni, 10 gektar zaxvat joy deyishyapti. Pastki taraflarga kirib kelish hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Suv, svet, gaz bor deyishyapti. Ishchilarning xonasini ham ko'rishimiz mumkin. Oshxona, sanuzorlarga ham ega bo'ladi. Endi bu joylarni tushuntirib beradigan bo'lsam, hozirgi pechni ko'rdinglar, g'isht mana shu yerda pishiriladi. 2012-yilda qurilgan ekan. Bu yoq binoyimizda bo'lsa, g'ishtni sushka qiladigan joy. G'ishtlar shu yerdan xom holatda chiqib, sushka qilinadi, keyin pechga olib kiriladi. Atrofda 10 gektarli zaxvat joyi ko'rishimiz mumkin. Ya'ni turpoqdan, resursdan muammo bo'lmaydi. Kamida 100 yilgacha bemalol sizlarga yetishi mumkin. Ushbu zavodimizning narxini 900 ming dollar deyishyapti. Hali kelishiladigan joyi bor. Pastda egalarining nomerini qoldiraman. Bu qanaqa joy ekan deb o'ylayotgan bo'lsanglar,